Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. O'zbekiston xalqiga xudo xolisa spanli bo'ladigan divanlarimizni komplet holatida rasmini, videosini sizlarga ko'rsatmoqchimiz, ishlashlari bilan tanishtirmoqchimiz. Tillamalon yig'ishtirib qo'ying-da. Mana, hozir to'xtab turing. Mana shu bir kishilik kreslo bo'ladi mana. Yig'ishtirib qo'ying. Sondig'iga solib qo'ying bo'lishlarini. Xudo xolisa bez mexanizm spanli bo'ladigan mягкий mebellarimiz. Oho, ana yig'ishtirilgan holati mana. Bular 2 kishilik spanli bo'ladi mana. 2 kishilik. Nargisi mana tayyor spanli holatida. Spanli holatida mana. Sondiqlarni ham ko'rib qo'yasiz. O'zi turaveradi sondiq. Unaqalik ko'tarib turib, ushlab turib boshqa bo'lmaydi atay. Xudo xolisa spanli bo'ladigan divanlarimiz ham spanli, ham o'tiradigan divan, ham kreslo. Mana. Mana divani ham spanli bo'ladi bu ham. Prosto mana hozir stol borligiga tortganmiz. Keling, hozir stolni siljiting-da. Mana tort. Spanli qilib qo'ying, bir muxlislarimiz ko'rsin. Sig'dimi? Bo'ldi. Mana shu spanli holati, mana buni o'tirgan kreslo. Aziz muxlislar, kreslo 1 kishilik spanli, 2 kishilik spanli, 1 kishilik spanligimiz mana. Oldi jurnalni stollari bilan. Xudo xolisa O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Divanni ham yig'ishtirib qo'ying. Hikmatillo. Materiallarimiz mo'shi materiali, yog'ochi 100% sasnada garantiya beramiz, xudo xolisa. Narxini ham o'ta arzon qilib, chiroyli qilib kelishtirib beryapmiz. O'ta yengil. Bu ayollar ham misol ishlataveradi. Asosiy bez mexanizm. Yig'ishtiriladigan o'ta komfort ishlarimiz, xudo xolisa kelishilgan holatda O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishga harakat qilamiz. Seximizdan ham arzon qilib chiqarib beramiz. Divan.uz kanalidan telefon qilsanglar, xudo xolisa ellar arzon qilishga harakat qilib chiqarib beramiz. Murojaat uchun nomerlarni qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Mana unisi alohida deganga ham sotilaveradi. Menga 2 kishilik desanglar, 2 kishiligini ham qilib beraveramiz. Addeniy holatda mana yakka spanli addeniy chiqarilaveradi. И jurnalni stoli addeniy mana.